Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan gipovolemik shokni 11-qismini gaplashamiz. Bugun suyuqlik terapiyasi shoshilinchda foydalanishimiz mumkin gipovolemik shokda. Qaranglar, birinchi bo'lib bitta zamonaviy ruxsat etilgan gipotezani ko'rib chiqamiz. Avval uni an'anaviysini, ya'ni tarixiysini ko'rib chiqamiz. Gipovolemik shokda an'anaviysi shunaqa bo'lganki, biz suyuqlik ko'proq quyishimiz kerak va davleniyani 120 mm simon ustunda ushlab turishimiz kerak, sistolik davleniyani. Buni kamchiliklari bor. Nima kamchiligi desa, birinchi bo'lib laxtakni joyidan ko'chirish. Ya'ni qanaqa? Yangi hosil bo'lgan, biz gipovolemik shok bo'lgan odamda, qon yo'qotgan odamni oldiga bordik va u ko'rdik, suyuqlik infuzion terapiya boshladik. Infuzion terapiya boshlaganimizdan so'ng davleniyani 120 ga olib chiqishga harakat qilamiz va bunda bizga ko'p suyuqlik kerak. Biz ko'p suyuqlik quyamiz va yangi hosil bo'lgan trombni biz ko'chirib olishimiz mumkin. Bunda laxtak joyini ko'chishi deb shunga aytiladi. Keyingisi koagulopatiyani kuchaytirish. Ya'ni bu nima degani? O'zi qon yo'qotib, kasalimiz trombotsitlar, eritrosit massalar kamayib ketgan edi. Endi yana biz ko'p suyuqlik quyganimiz sari buni konsentratsiyasi pasayib ketadi. Trombotsitlarning konsentratsiyasi pasayib, koagulopatiya battar kuchayadi. Va gipotermiyani chaqiramiz. O'z-o'zidan gipotermiya, ya'ni tanani haroratini tushishi. O'lim triadasini shu gipotermiya ikkinchi omili bu. Endi bizda ruxsat etilgan gipotenziya deb nimaga aytiladi desak, biz zamonaviy qarashlarga ko'ra buni kamchiligi topilganda an'anaviyda. Bunda biz bosh miya jarohatsiz bo'ladigan massiv qon ketishlarda 80-70 mm simon ustunda ushlab turishimiz kerak. Bu nima degani desa, 80-70 mm simon ustuni minimal miqdorda qon aylanishini, tanada perfuziya bo'lishini va kislorodni to'yinishini minimal miqdori. Bosh miya jarohatsiz e'tiborga oling. Agar bosh miya yoki orqa miya jarohatlangan bo'lsa, biz 90 mm simon ustundan tushirmasligimiz kerak. Ya'ni sistolik davleniyani, chunki yuqori bosimlarda miya qon bilan ta'minlanishi kerak. Endi o'zi shu suyuqlik quyganda qanaqa suyuqliklar qo'yamiz desak, bizda qo'limizda bor suyuqliklar kristalloidlar bo'ladi, kolloidlar bo'ladi, sintetik kolloidlar bo'ladi. Endi bir boshdan ko'rib chiqamiz. Kristalloidlar deganda biz tushunishimiz kerak, kichik eritma tarkibida kichik molekulyali tuzlar yoki elektrolitlar bor suyuqlik. Endi biz o'zi quydigan deylik. Kristalloidlar quyganimizda sirazi quyishimizga bu oraliq to'qimaga o'tib ketib qoladi. 1 soat ichida siz quygan massadan 25-30% gina tomir ichida qoladi. Aylanishda, perfuziya bo'lishda ishtirok etadi. Endi bizda birinchi vositamiz kristalloidlarga misol natriy xlor, bu 0.9% li 5, 10, 100, 200, 250, 500 ml ko'rinishlarda chiqadi. Kamchiligi bu nofiziologik, ya'ni qonda reologik nimasiga 0.9% to'g'ri keladi, lekin yana bitta eritma bor, unchalik to'g'ri kelmaydi. Keyingisi, bunda xlorid ionlari yuqori bo'ladi. Ya'ni 154 millimol bo'lsa, plazmada 103 millimol taqsim litrga to'g'ri keladi. Bu nima degani desa, agar biz ko'p qo'yadigan bo'lsak, giperxloramik metabolik atsidoz chaqirib qo'yadi. Bu atsidozimiz bizda mavjud bo'lgan atsidozni, misol bo'lishi mumkin, respirator atsidoz bo'lishi mumkin yoki metabolik atsidozning boshqa ko'rinishlari bo'ladigan bo'lsa, bu atsidozni kuchaytirib yuboradi. Va koagulopatiyani ham kuchaytirishi mumkin. Endi nimaga birda nima deb qo'yganman, X qilib chizib qo'yganman. Buni belgisi natriy xlor gipovolemik shokda birinchi tanlov emas. Quyish uchun biz birinchi navbatda keyingi yana bor balanslangan eritmalardan foydalanishimiz kerak. Bularga misol ringer laktat, normasol, plazmolitlar misol bo'ladi.
Endi buni afzalliklari tarkibi, elektrolit tarkibi, osmolarligi, pHni maksimal darajada pH miqdori qonni plazmasiga maksimal darajada yaqin. Shuning uchun bu bitta afzallik tomon. Ikkinchisi, unda xlorid ioni kamaytirilgan miqdorda bo'ladi. Uni o'rniga bikarbonatlarni tarixiy nimasi bo'lgan qarindosh nima asos bo'lgan vositadan foydalaniladi. Hozir nomi nima? O'tmishdosh deylarmi degan. O'tmishdoshi. Ya'ni bikarbonatning o'tmishdoshi bo'lgan laktat, asetat yoki glyukonat eritmalaridan foydalaniladi. Endi yana bir ikkita narsalarni esda tutishimiz kerak. Laktat sog'liq tuxuladi. O'zida laktat saqlasa, bu atsidozni kuchaytirib yubormaydimi? Metabolik atsidozni degan savol yo'q. Bu kuchaytirib yubormaydi. Bu yerga pastga degan belgi qo'yib qo'yib yo'q, nima ham qilib yubormaydi. Atsidozni past neytrallab ham yubormaydi. Og'ir jigar yetishmovchiligida laktat metabolizmini buzilganda foydalanib bo'lmaydi. Og'ir jigar yetishmovchiligida bilamiz, laktat metabolizmi buzilgan. Biz yana unga ringer qo'yadigan bo'lsak, bemorning ahvolini battar og'irlashtirib yuborishimiz mumkin. Qon komponentlari bilan birga quyib bo'lmaydi, chunki kalsiy sitratli antikoagulant bilan birga tromb hosil qilishi mumkin. Bu endi afzalliklardan yana biri, bu bizga birinchi tanlov bo'la oladi. Ya'ni gipovolemik shokda o'ylanmasdan ringer qo'yishni boshlasangiz bo'ladi. Sizni birinchi tanlovingizga u o'tadi. Endi ikkinchi katta gruppamiz bu kolloidlar. Kolloidlar degani yirik molekula saqlaydigan, eritma tarkibida yirik molekula saqlaydigan albumin, kraxmal, jelatinlar kiradi. Albuminda 5 va 25% bo'ladi va u inson plazmasidan olinadigan tabiiy oqsil. Endi buni effektli joylari sizib chiqish sindromida juda effektli, ya'ni sepsis yoki kuyishlarda effekt beradi. Lekin kamchiligi qimmat cheklanganligi. Lekin yaqin zamonaviy tekshirishlar asosida tadqiqotlarda aytildiki, buni kristalloidlardan ustun jihati topilmadi. Misol, kolloidlarni kristalloidlardan ustun jihati topilmadi. Endi bundan tashqari yana sintetik kolloidlar ham bor. Sintetik kolloidlar gidroksietil kraxmal, ya'ni GEK deb qo'yadi. GEKga misol Refartan, Valuenlar misol bo'la oladi. Endi bularning minus tomonlari o'tkir buyrak yetishmovchiligiga chaqiradi. Koagulopatiyani kuchaytirib yuboradi yoki o'lim xavfi bo'ladigan bo'lsa, o'lim xavfini ham oshirib yuborishi mumkin. Gipovolemik, endi eng asosiysi, sizda gipovolemik shokda odam turibdi. Birinchi navbatda ringer qo'yasiz, keyin holatga qarab albumin qo'yasiz, lekin hech qachon sintetik kolloidlarga yopishmang. Bunda siz tupik ko'chaga kirib qolishingiz mumkin va yechim topa olmaysiz bu yerda. Kasalni o'nglay olmaysiz. Shunda juda e'tiborli bo'lish kerak. O'zi geklardan ham foydalanadigan joylari bo'ladi. U ancha stabillashgandan keyin foydalansangiz maqsadga muvofiq bo'ladi. Bugungi ma'lumotlarimiz shulardan iborat. E'tiborlaring uchun rahmat.